Assalomu alaykum YouTube kanali muxlislari. Bugun biz Word dasturida sahifalarni raqamlash, nomerlashni o'rganamiz. Bu qachon kerak bo'ladi? Bu Word dasturida sahifalar ko'payib ketganda, chop etayotganda qaysi sahifani to'g'ri chop etganini ba'zida kuzatib turish kerak bo'ladi. Nomerlarni qaysi nomerli varaqni, ya'ni sahifani chiqarayotganingizni bilish uchun uni sahifalagan bo'lsangiz, ya'ni nomer qo'yib qo'ygan bo'lsangiz, bu tushunarli bo'ladi. Kitobcha shaklida chop etayotganda mana shu holatlarda kerak bo'ladi. Mana hozir men 12 varaqli bo'lgan Word fayl bu sahifalangan ekan. Buni sahifasini olib tashlab qaytadan sahifalashni olib tashlashdan boshlashimga to'g'ri kelyapti. Chunki sababi men bu yerda Word sahifalangan ekan. Uning uchun glavniyga borib stavka menusiga kiramiz. Stavka menusiga kirib nomer stransa degan joyda удалить nomer stransa mana hozir yo'q bo'ldi. Endi mana shu dasturga qaytadan sahifa qo'yish uchun hozir bu yerda nechta sahifasi borligini bilish uchun mana bu yerga kelamiz. Stransa degan joyga mana 12 ta stranisadan va 7-varaqda turganligini bildiradi. Qancha so'z ishlatilgan bo'lsa mana bu yerda yozilgan 3737 so'z. Demak, bu hujjat ancha katta hujjat hisoblanadi. Shuning uchun chop etayotganda nomerlab qo'ysak adashmaydi. Ya qaysi nomerdan keyin qaysi qog'ozlar aralashib ketgan vaqtda bizga o'sha materialni qaytadan yaxshilab tiklab olish uchun yoki hujjatlarga nomer qo'ysa uni o'qib chiqish yoki qaysi varaqqa kelganingizni bilish oson bo'ladi. Chunki nomerlangan bo'ladi. Endi nomer qo'yish uchun nomer stransa degan joy, stavka menyusini nomer stransa degan yerga kelamiz. Endi bu yerda birinchi chiqadigani yuqoriga qo'ymaydi. Verxu stransa deydi. Mana bunda namunalarni ko'rsatadi. Ko'pchilik sahifani pastiga qo'yishni ma'qul ko'radi. Chunki kitoblardan ham sahifani pastiga qo'yilgan. Mana bu yerda namunalari bor. Masalan, mana bunaqa qo'yadigan bo'lsak, ekranimizda mana bunaqa bo'lib chiqadi. Birinchi, ikkinchi degan mana. Biz nomer stransiga kirib, zoom bosamiz. Bizga mana bu eng ma'quli mana shu. 0 ga keltirilgan. Mana sahifalangan. X bilan mana buni yopib qo'yadigan bo'lsak, mana sizlarga sahifalangan Word hujjat. Videoni tomosha qilganlarga rahmat. Like bosishni unutmang.